Bismillah. Bugun 20-yanvar 2026 haftaning seshanba kuni vohali klientlarimizga drabitkalar, motorlar, balonlar pochta qilib yuboryapmiz. Birinchi marta shunday zakozni bir vaqtda qo'ydik. Hech bunaqa bo'lmasdi. Yuklab tashab kelsa yarim soatdan keyin shunaqa holatlar bo'lardi. Bugun birinchi marta 3 tasi tasodifan Alloh taoloning izni bilan bir vaqtda to'g'ri kelib qoldi. Bu bizni xursand qildi. Nimaga? Bir vaqtda bo'lsa, biz vaqtdan yutamiz. Mana drabitkalar, Xitoy drabitkalari bor bu yerda. Samodelka o'zimizda ishlab chiqarilganlardan bor. Ikkalasini sifati zo'r. O'zimiz ustalar ham qolishmaydi. Xitoyning drabitkalaridan hech qanday kam joyi yo'q. O'zimizda ishlab chiqarilgan drabitkalarning sifati zo'r. Narxlariga keladigan bo'lsak, o'zimizda ishlab chiqarilgan drabitkalarimiz 1.850 mingdan boshlanadi. Yo'q, ketaveradi. Motorda quvvatiga qarab, motor o'zgarishiga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Xitoy drabitkalarining narxlari mana shu yerda hozir labochada turgan ikkita bo'y balandroq drabitka, bular Xitoy drabitka. Bular narxi 1.900 mingdan boshlanadi. Motor o'zgarsa, narxi o'zgarib boraveradi. Bu yerda hozir bittasi 2.100 mingga bo'ldi, megawatt, bittasi 2.500 ming so'mga sotildi. Bittasi alyumin motor, bittasi mis motor. Do'konimiz o'sha Qo'qon shahridagi Alfagram do'konidan bo'lyapti hozirgi. Yo'nalish Dang'aradan Yangi bozorga ketish yoki Yangi bozordan Dang'araga ketish yo'nalishda yo'lni bo'yida. Yangi bozordan Dang'araga ketishingizda Dang'ara chorrahaga yetmasdan o'ng qo'lda magazinlar keladi, Karmashkada. Mana shu yerda Alfagram nomli do'kon bizniki. Ekran ostiga nomerimizni yozib qoldiramiz. Ikkita nomer qoldiraman. Bir bo'lmasa ikkinchisi ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bundan boshqa texnikalarimiz bor. YouTube kanalimizga o'tib ko'rsangiz, hammasini videosini o'zimizda bor bo'lgan mahsulotlarni qo'ldan kelgancha YouTube kanalimizga joylab boryapmiz. O'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Motobloklar, dori apparatlar, suv nasoslar, yana ko'plab boshqa texnikalar bor. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, optim oluvchilarga ham, dori oluvchilarga ham narxlarni inshaalloh chiroyli qilib beramiz.